bitta zaryadchi bilan 60 km yuradigan, undan tashqari ham velosiped ham skuter hisobida minadigan yangilingiz bo'ladi do'stlar. 2026-yilda Yevropa variantida ishlab chiqargan velo skuterimiz bo'ladi do'stlar. Balonli, shirokli bitta ahamiyat berib qo'yasiz do'stlar. Undan tashqari chiroqlarga ahamiyat berib qo'yasiz do'stlar. Bunda ham kolonkasi bor do'stlar. Bemalol musiqa eshitishlar bo'ladi. Velosiped o'rnida minayotganlarda 7 ta skolli bo'ladi do'stlar. Mana shu yerda skollarni o'zgartirib bemalol minsalar ham bo'laveradi do'stlar. Yumshoqligi anchagina yumshoq bo'ladi do'stlar. Bemalol manda qaboladan 2 ta yoki bo'lmasa 3 ta sig'ib ketadi xondan bo'ladi do'stlar. Eng yaxshi tomoni do'stlar, telefon pastavka zaryadga ham oladi. Skollar ham 3 xil skolda bo'ladi. Ya'ni elektrda minadigan qaranglar 60, 40, 30 kilometrgacha bemalol bosib beradigan signallargacha bo'ladi do'stlar. Chiroqlar yonib o'chiradigan knopkalar. Undan tashqari do'stlar, 2 ta zapasda kaliti bo'ladi do'stlar. Ya'ni 4 ta bo'ladi общий. Kimga mana shu bunaqangi velo skuterlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi sutdagi narxlarda uzr so'rayman. $455 dan qilib berishar ekan do'stlar. Dastlabki alavo faqat kelishilgan holatda pastki nomerga aloqa chiqaverasizlar.